Safiya faqat dars beradi deb o'ylavdingda, yo'q, bu gal qanaqa dam olishga ketganimizni ko'rsataman. Navbatdagi darsimizni tugatib, juma kuni edi bu. Hammamiz uyimizdan narsalarimizni olib kelgan edik, yig'ishtirilib, 3 ta mashina bo'lib toqqa yo'l oldik. Dachani bo'lsa 3-4 kun oldin gaplashib qo'yuvdik. Kechasi yo'lga chiqdik. 8-7 dan oshgan edi. Toqqa yetib borgunimizcha soat 10 dan oshib ketdi. Keyin hammani qorni ochganligi uchun tez shashli marinovkamizni pishirishga qo'ydik. Shogirdlar va yordamchilar bilan umumiy 15 kishi bo'ldik. Toqqa ko'pchilik bilan borgan juda ham qiziq bo'ladi. Kamchilik bilan borgandan ko'ra maslahat berardim shunaqa borishni. Kechasi qorong'ida borganimiz uchun atrofimdagi manzara umuman ko'rmagan ekan. Ertalab shundoq qarasam, bir chumullanib shundoq chiroyli manzarasiga duch keldim. Shundoq tog' yog' bang'rida, tog' etigida joylashgan ekan. Sizlar bemalol dam olinglar dedim. Yordamchi va shogirdlarga men ovqat qilaman dedim. Chunki toqqa chiqqanda o'choqda mazza qilib ovqat qilib men dam olaman. To'g'risi cho'milib, kimdir boshqa qilib aylanib dam olish mumkin, lekin men ovqat qilib dam olaman. Albatta bitta o'zim qilmadim. Uni ko'pchilik bilan qildik. Kimdir cho'milmaydiganlar bor edi, kimdir prosta gaplashib o'tirishdi, pista chaqib, toza havodan nafas olib, ularga ham ovqat zagotovkasini qilishvaringlar qildirib oldim. Tokkarom do'lmaga nima qildim? Kartoshka, tsivtsillarni alohida qo'rib oldim, keyin sardegini alohida qovurib, ustiga shunaqa tokkarom do'lmalar, keyin ustiga shunaqa kartoshka, sabzi, tsivtsillarini dimlab, ozgina suv solib, dimlab qo'ydik. Oddiy qozonda qilsanglar ham shunaqa qilinglar, shunaqa mazali bo'ladi va bir kun oldin qolib ketgan shashliklarimiz bor edi. Uni ham sovardik. Orada shunaqa Instagram uchun videolar ham oldim, lekin qo'yishga erindim, chunki orqa fonda ro'molli ayollarni ro'molsiz tushib qolgan joylari bor ekan, shuning uchun ularni qo'ya olmadim. Ha deb to'rt qilgan odam ovqat qilib maza qilishini bilasizlarmi? Bilmayman, men rostdan maza qildim. Ovqatlarimiz pishdi, orada marojniy ham yeb oldik, muzqaymoqlar. Shunaqa shirin chiqdi, lagan suzib, qo'limizda yedik. Qoshiq vilkalardan tashqari. O'zi ham 15 ta odamga bir qozon ovqat yeymiz. Xijolat bo'lib ketdim. Diyeta qatta qoldi dedim. Yo, toqqa chiqqanda havo ham ta'sir qiladi qorin ochishiga, chunki toza havoda odam qorni tez ochadi va cho'milib chiqqandan keyin ham o'zi harakatda bo'lsangiz ham, uxlasangiz ham, boshqa qilsangiz ham tog'ni havosi zo'r ta'sir qiladi. Keyin hamma dam oldi va orada qaynatma sho'rva solib qo'yishdi. Mohara mazza qilib ichib oldik. Keyin ertasi kun ertalabdan turib hammaga kasha qilishni boshladim. Bilmayman, ertalabda tog'da ko'pchilik bo'lsa kasha zo'r ketadi. Keyin kashadan keyin to'y oshiga harakat boshladim. To'y oshini o'choqda birinchi marta qilishim zo'r chiqadi deb o'ylayman, xudo xolisa. O'choqda osh qilmaganman, buni tan olaman. Birinchi marta qilishim, chunki unaqa o'choqda ovqat qiladigan darajada emas. Oilamiz kichkina qozonda qilamiz. Unaqa ishim tushmagan o'choqda ovqat qilishga. Boshlaymiz unda. Yog'larimizni yaxshilab qizdirib oldik. Ketma-ket go'sht solamiz, ketidan piyoz solamiz, yaxshilab qovurib, keyin sabzilarini solib bostirib qo'yamiz. No'xat, boshqa narsalarni solib zirvegini qaynatib qo'yamiz. Maslahatim, oshga mol go'shti oladigan bo'lsangiz, mol go'shtini kachalka joyidan oling. Agar qo'y go'shtini oladigan bo'lsangiz, qo'y go'shtini qo'lini ishlasangiz juda ham shirin, sochni chiqadi. Chem qora kesak go'sht. Mana zirvelarim shunaqa chiroyli qaynab chiqdi. Qaynatib qo'ydim. Keyin uni 1 soat endi qaynatishga qo'ygan bo'lsam, orada guruchlarimni ham dimlab oldim. Guruch dimlashga tushdim. O'choqni o'tinini yaxshi tushunmaganim uchun yordamchi shogirdlardan iltimos qildim, qarab beringlar deb. Keyin ular qarab berishdi. Shunaqa qilib guruchni dimlaymiz hozir. Shuni ham bilmaysizmi deyishingiz mumkin. Bilmaganimni tan olaman. Har doim esingizda bo'lsin, bilmaganingizni tan oladigan joyingizda muammoga yechim paydo bo'ladi. Chunki boshqalardan yordamga so'rasiz, o'rgating, qilishvoring, boshqa qil. Bu har qanaqa sohada keturadi. Xohlasangiz oshpazlik sohasida, xohlasangiz tikuvchilik, xohlasangiz biznes sohamizda, konditorlik sohasida ham shu bilaman degan joyingizda bilmasligingizni tan olganingizda muammoga yechim paydo bo'ladi. Orada oshlarimni dimlab oldim, pishib chiqdi, shunaqa zo'r chiqdi. O'zim ko'rib maza qildimda, tog'ga ovqat qilish uchun chiqqan ekanman. Kimdir ovqat qilib maza qiladi, rostdan maza qildim shu joyda. To'y oshini shu yoshgacha kirib to'y oshini qilmagan joyimda qilib ko'rib maza qildim va bittada zo'r o'xshab chiqdi. Aytishingiz mumkin, maqtaganingizda nima foyda, bizga foydasi tegmaydi-yu deyishingiz mumkin. Bizda Telegram kanalimizda, Hade kanalimizda 1 kilo oshni uy sharoitida to'y oshini qilishi polni retsepti bilan yozib qo'yganman. Grammajlarini xohlasangiz videoni описаниесida berishim mumkin. Kanal silkasi. Oshlarni shunaqa laga suzib, ustiga go'shtlarini, dumbalarini to'rab,
stol ustiga qo'ydim, kelinglar deb yordamchi va shogirdlarni ham chaqirdim va ichimdan rostdan toqqa chiqib shu joyda dam oldim. Hammaligi maqtab yeb olishdi. Bu ketadigan kunimiz deydi, chunki 2 kun tog'da vaqtimizni o'tkazdik, mazza qilib dam oldik. Endi keyingi darslar, keyingi kurslar uchun mazza qilib kuch to'plab oldik. Instagram, Telegram uchun juda ham kam muddatli, kam minutli videolar qilaman, lekin YouTube uchun bemalol qilsa bo'lar ekan. Shuning uchun YouTube imkoniyatlaridan to'laqonli foydalandim. Oshlarni yeb olib, keyin sekin hamma narsalarimizni yig'ishtirib yo'lga chiqdik, chunki 2 kun tog'da dam oldik mazza qilib, lekin zakazlar va kurslarimiz kutmaydi bizani. Shuning uchun yo'lga chiqdik, chunki yo'limizga ham naq 2 soat vaqt ketadi. Qaytishda esa shunaqa chiroyli manzaralarni ko'rib qaytdik va ertasi kuni o'sha zakazlarimizni boshlab oldik. Agar mabodo sizga shunaqa mavzular qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib keting.